do'stlar bilan o'tkazgan xotiralarni yodga olib ko'rdimda. Birga borgan joylarimiz, o'tkazgan quvonchli kunlarimiz, qilgan sho'xliklarimiz hammasi xotira bo'lib qolib ketibdi-da. Hozir biz shunday davrga kelganmizda. Qo'limizda telefonimiz bor. Telefon qilishga, SMS yozishga vaqt topa olmaymiz-da. Mashinamiz bor, borib ko'rib kelishga vaqt topa olmaymiz. Kissamizda pulimiz bor. Ke do'stim, bu yerda o'tiraylik deyishga vaqt topa olmaymiz-da. Biz oila degan tashvishni yukini yelkamizga ortganmiz. Ish degan tashvishlarni yukini yelkamizga ortganmiz. Ko'p narsani yukini yelkamizga ortibmizki, do'stlarga vaqt ajratish degan narsani umuman esimizdan chiqarib qo'yamiz. Hozir to'g'ri, birga o'tirib, ko'p joylarga sayohatlarga borib yurgan do'stlar bor. Ular eng baxtli do'stlardir. Biz ham o'sha do'stlar qatoriga kiraylik, do'stim.